Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi obyektimiz Jahon bozoridan bo'ladi. Videoni obzorini ko'rsatib o'taman. Mana UZ avtomatlari, tok pasaysa, kuchaysa tashlaydigan avtomatlar, xudo xolasa hammasi qo'yilgan. Montajlarimiz Euro montaj bo'lgan, zaziminali montajlardan bo'lgan. Xudo xolasa chotki bo'lgan, akkuratni qilishga harakat qildik qo'ldan kelgancha. Tahorat oladigan joyimiz ham uklomlari zo'r, suv sachramaydi, pastga tushgan suv mana shunday ko'rinishda bo'lib turibdi. Теплый pol sistemasida siydi, elektriskiy теплый pol. Rakovinamiz 60 cm, tepasida mana shunday ko'zgulari bor. Zazimlenali aytib o'tganimizdek, mana shunday holatda kir mashinamiz uchun alohida orqasida shunday rezetkasi bor. Bu yog'imizda unitaz, tepasida ariston, ikkitali vitichka, ikkitali kulchator, bittasi vitichka uchun. Hop, xonamizni mana shunday holatda uklomlari chiqqan. Bu xonamiz polni kafel bo'lgan. Mana shunday holatda, chiroyli holatda turibdi. Like bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmatinglardamiz. Butun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Xizmat ko'rsataveramiz. E'tiboringiz uchun rahmat deb qolamiz. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'lyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, videoni mana shunday xomon qildirmoqchi bo'lgan tanishlarga maksimumni jo'natib turasizlar. Rahmat.